Assalomu alaykum, Dehqon bola kanalidan kuzatib boradigan do'stlar, YouTube'da sizlarga bugun Patagoniya Shoptolim bog'imizdan videolarni tayyorlayapmiz. 2 yoshli daraxt ekilgandan keyin 1 yildan keyin hosilga kiradi. Juda ham yaxshi shoptoli, ichi sariq bo'ladi. Buni biz ichi oqini ham ko'paytirib qo'yganmiz. Danaydan ajraydi. Mana. Ko'rsatavering, kalibrlari yirik bo'ladi. Rangi juda ham zo'r bo'ladi bu shoptolini. Qora qizil rangda. Mana, qora qizil rangda bo'ladi. Buni ko'chatlarini ham ko'paytirib qo'yganmiz. Yerda bog'imizni ko'rib, bemalol ko'chatini olib ketib bo'laveradi. Quyib hosil oladi. Mana egilib ketadi. Yuraveradi. Mana bog'larni Bag'da xudo xolasa mana terim jarayonlar bo'lyapti. Bu Patagoniya. Bular mana Flariba. Bu Flariba. Bag'dagi daraxtlarimiz Flariba degan so'z. Ag'da andir shoptoli ham bor, hozir pishgan. Bularni andir shoptolidan ko'pishgan. Mana andir shoptoli. Bu ham hozir terilyapti. 31-may sanasida videoni olyapmiz, 2025-yil. Dehqon bola kanalidan kuzatib boring. So'nggi yangiliklar, navlarda sizlarga ulashib boramiz. Sog' bo'linglar, bitta like bosib qo'yinglar.